Assalomu alaykum qadrli muxlislar, obunachilar. Mana bugun o'zim uyimda nasosni ko'rsataman. Ropparasi 15 yil bo'libdi mana shu nasosni qo'yganimga. Mana Pro degan nasosimiz. Buni ko'rsatishdan maqsad odamlar tashqariga yamachaga qo'yadi. Shu yamachaga qo'ygan holatda mana shu yerdagi o'qimiz motorda o'qi chirib ketib qoladi, korroziyaga uchraydi. Shuni hisobiga hech qancha ishlamasdan motor kuyadi. 15 yildan beri usta ko'rmagan. Faqatgina mana shu kantagi relesi yangilanib turiladi. 3 marta yo 4 marta yangilandi. Mana bugun yo 4-si yo 5-si yangilanadi. Mana shu nimamizni, kantagimizni biron marta pachimlik yo salnik alishmagan mana shu motorni. Qolgan yerini qo'yavering. 2 marta suv ichida qolib ketib qolgan. Zax ko'tarilgani hisobiga vaqtida payqab qolib quritilingan. Pachimliklarni lekin hozirgi kunda yangilashga to'g'ri kelib qoldi. Ovoz juda ham baland. Yana bir narsa, mana yerdagi bachoga, suv bacho, расширительный bachoga chirib ketib qolgani hisobiga uni chiqarib yuborganman. Oddiy Maevskiy deydimi? Shunaqa narsa qo'yib qo'yganman, o'rniga zaglushka hisobida. Shu chirib ketib qolgan. Busiz ham ishlaradi, lekin bo'lgani yaxshi. Bu bachoyni kattarog'ini qo'ysa, uzoqroq vaqtda kantaylarimiz qo'shiladi. Kantayda uzoq xizmat qilishini sababi ham kattaroq расширительный bak qo'ysa yaxshi bo'ladi. Ishlashi. Kantagini hozirda yangiladik. Ishlashi mana. Pachimlikda ovoz bor. Hozir ligirlovga qilinadi. Mana yangi kantayda ligirlovkasi qayta qilinar ekan. Ko'rinayotgan bo'lsa, kraskalar joyidan siljimagan. Mana minus tomonga buralyapti. Ozgina. Mana nastroykasini ham to'g'rilab oldik. Kontrolniy ventil. Balatasi ventilimiz bekildi. O'tishini ko'ramiz. O'chdi. Yana ozgina qaytarib bekitdik. Bo'ldi, xudo xolisa hammasi yaxshi. Agar mana shu tarmoqdan kattaroq расширительный bak yoki mana yerdagi расширительный baki bo'lsa, shu ozgina ochganimizga ishlamagan bo'lardi. O'chadi. Keyin yana bitta yaxshi tomoni, suvlik hojatxonalar, ya'ni unitaz, chashagenlari borlarga katta расширительный bak qo'yilinsa, ancha shu kantaylarimiz tejalgan bo'lardi. Bizda endi unaqa nimamiz yo'q, ishga tushgan yo'q, hali kanalizatsiya yo'li bois shu ham bo'lardi. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan qiziqarli uskunalar haqida yana videolar chiqarishda davom etamiz.